Shibeti zo'rlardan qidirganlarga. Rasul aka, Qirg'iziston Bishkekda originaldan aka. 3-mehmonlar, musofirlar duo qilishayotgani uchun aka 500 talaka $100, 700 talaka bitta qo'chqor, 900 talaka bitta ona bola, 2,5 talaka ikkita ona bola. Keyin aka 35 ta mol sotsak, xudo xolasa yana avtomobilni g'olibini aniqlaymiz. Birinchisi, ikkinchisi kir mashina, uchinchisi xolodilnik, to'rtinchisi bitta konditsioner, beshinchisiga uyni yaxshilab, pokiza qilib hojatxonalarga tozalab. Rasul aka, Suti ko'padan, bolasi buqasidan. Rahmonlarni boshladi. 4 qozig'i 4 joyda, bolasi simental, go'zal buqasidan aka. Aka, 15 milliondan 8 ta molim bor. Qirg'iziston Bishkekdan, Qora Shahzoda originaldan bo'lsin. Bolasi simental buqa bo'lsin degan obunachilarga beramiz aka buni. Yana shvedlardan, udarlaridan. Rasul aka birinchi qoringa toza Bishkek aka. Bola ham, eni ham go'zal edi. Sog' olishlar. Ha, laglar boqsin, laglarni. Loshar aka $50 yutdingiz. Bolalar zo'r havasini ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Farg'ona viloyati Quvvat tumani barakali bola Doston akamiz fermalari. Bugun sonimizda mana bunaqa bolasi buqalaridan sigirlar zo'lari bor. Xudo xolasa birin-ketinga yuruz oyoqlardan ma'lumotlarni beramiz. Qaysi birlari yoqsa ma'qul kelsa, narxlar kelishida tushirib olishingiz mumkin. Atigan narxlar savdosi bor, kamsizlardan. Bir so'mni joy bo'lsa harga aytamiz, tushirib olishingiz mumkin. Mehnatlarimiz arzisa, agar malol kelmasa, bir donadan like tugmani bosib so'rab qolamiz. Like sizdan pul olmaydi. Mana shu videoni ko'proq insonlarga yetib borishligingizni sababchi bo'lasiz xolos. Aytamiz, yaxshilik tarqatgan, yaxshilik qilgan bilan barobardir. Shuning uchun sizlar qancha ko'p podishkida bo'lsangiz, sizlar uchun narxlar talashib, tortishib, chiroyli syomkalar taqdim etib borishimizni biz davom etaveramiz. Mana bunaqalari bor. Simental deysizmi, Eston deysizmi, hammasi bor. Hatto bo'g'ozlari ham bor. Nimaga arzon deganlarga bo'g'oz olib boqiladi. Barakallahu, bular sotilmaydi o'zimiz uchun. Assalomu alaykum Orbek. Rahmat, charchamayapsiz. Sog'lig'ingiz, oilangiz, mahallaga yetinchimi? Zo'r. Yaratgan Parvardigorim omonatiga xiyonat qilmasin. Umrimizga, rizqimizga, kasb-korimizga Allohim barakala yog'dirsin. Topganimizga faqat Allohning bu aytiga bor ziyod qilishlik, to'yla qilishni nasib qilsin. Amin. Allohim musofirlik quvvat bersin. Umriga, rizqiga, joniga Allohim xiyonat qilmasin. Oilasini bari kelishsin. Nevara chevaralarni ham olib Allohning aytiga bor ziyod qilishni Alloh nasib qilsin. Amin. Aka, mashincha mehnatimiz bor-ku, yoqayotgan bo'lsa, bemorlar, musofirlar narxlarni arzon qilib beraveramiz. Xudo xolasa hozir 4 boshdan shunday 1 boshli bayladik, molimiz bosh bor, oxiri yo'q. Kelaveradi, aytilgan sutni mashaka kelsin, sinab olsin, xotirjam. Ertaga qo'shnimga yoqmadi, xolamga yoqmadi yo'q. Sheka kelsin, aytilgan sutni bermasa, o'sha molni yuklab berib olib ketaversin. Pul so'ramayman. Bir qop kunjarasini bonusdan qilib beraman. Bemorlar, musofirlar duo qilishayotgani uchun aka 500 talaka $100, 700 talaka bitta qo'chqor, 900 talaka bitta ona bola, 2,5 talaka ikkita ona bola. Keyin aka 35 ta mol sotsak, xudo xolasa yana avtomobilni g'olibini aniqlaymiz. Birinchisi, ikkinchisi kir mashina, uchinchisi xolodilnik, to'rtinchisi bitta konditsioner, beshinchisiga uyni yaxshilab, pokiza qilib hojatxonalarga tozalab. Xudo bo'lsin, yaratgan Parvardigorim omonatiga xiyonat qilmasin, farzand dog'ini ko'rsatmasin, farzandimiz orqamizda qolsin. Kulib yurishsin, Xudo xolasa. Xohish-xohonlarning duodan charchamasin. Barakasini yog'dirsin Alloh. Hamma boy bo'lsin. Yurt boshimiz tinch bo'lsin. Rasul aka, Suti ko'padan, bolasi buqasidan. Rahmonlarni boshladi. 4 qozig'i 4 joyda, bolasi simental, go'zal buqasidan aka. Mana bu. Rasul aka, 5 ta. bir hafta 10 kun dimlash yo'q bizda. Ertaman sog'ilgan, kechki sog'iniga kelin dedim. Xo'p. Haligi ko'pda vala-valadan bitta kelib shu yerda ko'rib olsin. Hali bosh og'rib bo'lmaydi mana aka. 17:30. 6,5 sog'ilab 1 soat sog'iniga vaqtiga bor. Ha. Necha chiqoni qancha sut? Aka, biz 20 tagacha sog'yapmiz. 15 taga O'zbekiston bo'ylab ko'rsin. Bolasi buqa. Ha, olib turib talaga baylab qo'ysa, kepay bermasa, mol sut bermaydi. Quruq qoptimda ushab qo'ysiz, tikka turmaydi. Bersiz beradi, bermasiz 24 soat betingizga qarab kulib turadi. Qancha deyapsiz? Narxiga 35 million so'm ko'taradi bu mol. Yaqin ayting. 33 million berilsin.
Bo'ladigan. O'zbekiston yetkazib beraman. Boshqa tusholmaysizmi? Ikkinchi qoringa bola buqa aka. Boshqa tusholmaysizmi? O'zi yaxshi. Butun odamsiz. Ana. Ulug'bek yaxshi aytdim lekin. Xo'p, sho'pirlar mashinasi buzilmasin, balon otilmasin. Qoidani buzmasin, balo olishmasin. Bor baraka. 32 million. Savdosi bor. Kamaga jibit. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bu. Qirg'iziston Bishkekdan, Qora Shahzoda originaldan bo'lsin. Polas semental buqa bo'lsin degan obunachilarga beramiz aka buni. Mana sizga. Xo'p, Jasur aka, qo'yishdaman. silyosini zo'r qilib berib, atalasini vaqtida bersa 20 ta suti bor, 1,5 ta qaymog'i bor. Otdan Ketaman qo'yapti. vohal akalarga deyapti. Turishni qarang. Ichkarida ot bor akalar. Ikkinchi qoringa bolasi bir haftalik buqa. To'ruq qozig'idan vazirlab chiqadi aka. Qancha deyapsiz? Narx 40 million so'm ko'taradi, 38 million butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor. Kelishtiradigan joyga. 37 million butun O'zbekiston bo'ylab. Savdosi bor. G'ijbit. Akalar telefon qilaverlar. Telefon qilaverib uyda kutaveradi aka. Aytilgan narxlar muhim emas. Lekin bo'g'oz mol bozorda usha bo'lib yotibdi. Shunaqa. Mana shu molni sotsam puliga borib bo'g'oz olib bo'lmayapti aka. O'zi necha pulgacha mollaringiz bor? Aka 15 milliondan 8 ta molim bor. 3 oylik, 2 oylik bo'g'oz. Shu yerda ko'rsatib olsin. Yo'q, batta ko'rsatilmasin, mahallada doktorga ko'rsatib olsin. Keyin favqulodda endi bu issiq jonda tushib ketib qolgandan qisir chiqdi desa to'g'ri kelmaydi. Borsin, shashilmasin. Ikkita ag'idan qo'shnisini chaqirsin, to'rtta bag'idan chaqirsin. Chaqirib, xotirjam ko'rsatib, yoqsa pulini berib olsin. Yoqmasa moling yoqmadi, qaytib berib olsin. U yo'l kiraga pul bering, boshqa bering. Bizda aka baraka qildingmi, boradi, borgandan pul bersin. Shibeti zo'rlardan qidirganlarga. Jasur aka Qirg'iziston Bishkekda originaldan aka. 3-qoringa. Turishni qarang. Tapalag'idan, yapalag'idan, qaymog'i ko'pidan, shirinidan aka. Bugun 3 sutkali aka. Ha. Bolasi tayda emib yurib kechgacha ertamanda kechgacha sog'ishib olyapti 20 ta aka. Dimlarni netisi yo'q aka. Zo'r. Originaldan. Ha. Qancha deyapsiz? 39 lar yo'q aka. Nech pul? 37 millionga butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beraman. Kelishirin deyman. 36 million ketdi O'zbekiston bo'ylab. Kayfiyati. Sinardan chiqmasin. O'shiga bersa kerak. Yo, bironta deylikmi? Yomon demadingiz? Keling 35 millionga beraman. Kami ham bor yana. Bor baraka. Xursand bo'lsa xalq qolgan. Akalar telefon qildi. Bolasi nima ekan? Ko'paysin aka. Onasi yoshligi. Shu mol ulug' ekan u sog'ib beradi hozir bugun. Yana shvedlardan, udarlaridan. Bolasi birinchi qoringa toza Bishkek aka. Bola ham, eni ham go'zal edi. Bolasini tortingchi. 16 suti bor, Jasur aka. Chiroyli, qarang bola. Narxlari ham o'naqdan emas. Bugun qisqa balonda video qilamiz. Musofirda akalarni ko'rib turib miyalar dam oladigan video. Ha. Bolasi ko'paysin. Kulli aka. Jasur aka Nechinchi qorinda deysiz? birinchi qoringa 38-39 so'yda ham ko'taradi. 37 millionga butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib bersin, nima deysiz? Yaxshi, yomon emas. 36 millionga butun O'zbekiston bo'ylab ketdi. Bo'laveradi. 35 millionga ketdi akalar bu joyga. Cho'chimang. Yaxshi ketyapti, ha? Gazini boting deylikmi? Aytadi-yu. O'g'lim yoningdaman bos gazini deydi-yu. Yonimda otam bor. O'sha. Xudoda g'amim yo'q, qolgan narsa topiladi. O'shunaqa. Duo qilib tursa bo'ldi. Buni ham oldim, millionda topib qolaman. Ha, bakilari, hosillari yaxshi. 15 dan 16 suti bor. Qancha dedingiz? 35 million. Nuriddin aka nima deysiz? Ulug'bek aka gapirdi hozir. Ha. Hozir bo'lg'ona bo'llarda. Ha. Ammo lekin harakati yaxshi. Ha. Mana shu yangi haftaga bor-ku, ikkalasi surpriz qilibdi yangi mashina mincha. Bo'ladi. Alloh barakasini bersin. Ammo lekin kira qilib to'plashibdi aka. Qarang. Obunachilar duosiga, ishni qarang, duosiga mincha pulga mashincha baraka ber. Bittadan mashina pul to'plashibdi aka. Alloh barakasini bersin. Zo'rini olib minsin. Havas qilganlar yetsin, hasad qilganlar hasbitan. Hali gapimiz bor-ku, Malibu minib, qizlarga yoqqandan Labo minib yoki Changam minib oylab boqqan yaxshi-da axir. To'g'rimi? Hali jentira minib, 3 ta 7 ta qadab olib, hammaga Alloh baraka quruq yurgandan ko'ra Laboda yuringlar, pul topinglar. Aka bitta Labo minib ketyapsiz. Yaxshig'i bor ham to'xtatadi, bitta echkisi bor ham to'xtatadi. O'shanaqa. Aka bu sho'pirlar bor-ku, oddiyaligi odam tashiydigan shofyorlar bor. Shular ham ko'chaga kunda puli bo'ladi. Shunaqa.
Yaratgan Parvardigor hamma mol purushlarni Allohning baytiga chaqirsin. Amin. Oilasi bilan bor ziyorat qilsin. Ziyorat qilib labbaykalarda aytib aylanayotganda siz bilan biz ham eslab qo'ysin. Alloh akbar. 34 millionga O'zbekiston bo'ylab ketdi. Iydirish jarayonlari boshlandi. Ulug'bek aka, o'rtada qolib ketibsiz-ku. Orada qolib ketdi. Aka. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. Sog'lishlar. Laglar bosdi, laglardi. Mehnat qilsang, rohat topasan. Haliga bor. Oltin olma, duo ol. Duo senga oltindir deydi. Quyosh chiqar viz, ikkita asal qiz deydi, sigir sog'ar viz deydi. Asha o'zgartirsanmi bo'ladi? Yaxshimi? Mana bolam ko'rsataylik-a. Bu yomon savoradida. Shuni qaranglar. Jasurdagi kommentariyani aniqlab qo'yingchi, ilomilan sigir uchib olganmiz, ha ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q hali. Kelaveringlar. Nursin aka, nima kayfiyat u? Qochinni o'zim boshlab beraymi? Qo'ying. Uylachi uyla mana. Ketdi. Ana. Hammadan oxir boshlab hammadan. Ko'p so'radi. Doston aka, shartlar qanaqa YouTube o'yinni? 500 taga $100, 700 taga bitta qo'chqor, 900 taga ona bola, 2,5 taga 2 ta ona bola. Bitta qo'chqor berasiz bo'lmasa? Beraman aka. 15 ta 20 ta 30 tagacha yetmay olsa ham beraveraman aka. Nechta bo'ldi o'ylabsiz? Ko'rdingizmi ko'rmadi kommentariyani? Ilomilan yutib olgan bo'lsang aka, chin yurakdan beraman. Qani, kommentariy bilan like bitta qilsa ham beraverasizmi? Yo'q aka, kommentariya emas, kommentariyada aniqlaymiz. Xolasi yomon deb yozsin, xolasi yaxshi deb yozsin aka. Bu Alloh berarni qismasi. Akalar. Birov yomonsa yomon. Yana ozgina yetmabsiz-da. 604 ta like, 300 ta kommentariy. Ikkalasi bitta qilsa ham bitta sigir yetmayapti. Mayli. Ya'ni 1000 ta like qilgan kunlaringiz akalar bitta ona bolani shuni tanlab ketadi. 900 ta like ham. 900 ta like ketdi. Ana bo'lmasa. Xo'p, kommentariyada 300 ta odam chiqibdi, mana xolis. Nechta torting? 7 tani bir Xizr deydi, Xizr bilan hammani qo'llasin. 7 ta tortamiz. 1 2 3 4 5 6 7. Ha. Yo'ldashali Sodiqov. Mollardor, arzon, olganga, sotganga baraka bersin degan ekan. Yo'ldashali aka $50 yutdingiz. Bolalar zo'r xavasini ko'ring. Nurdin aka qaniz? Nurdin aka nechta va? Nechta torting? Yaxshi odamsiz. 3 ta torting aka, 3 ta. Ana ta. Nima bo'ladi? Sizda 3 ta torting. 1 2 3. Ha. Sanobor Komilov, menga ham nasib qilsin degan ekan. Sanobor Komilov. Sanobor Komilov ekan. Qanaqa sigir nasib qilsin, yutuqmi ekan? Aka sigir demisiz, qo'chqor demisiz. Musofirlar, bemorlar duo qilayotgan qo'yib surprizlar. U mollarga narxiga qo'shib qo'yganmiz. Baraka toping. Umrimizga da sinimiz kasb-ko'rimizga Alloh baraka bersin, omonatga xiyonat qilmasin. Ko'rishguncha Allohga omonatlar.